Biz siz bilan davr sistemani o'rganishda davom etamiz. O'tgan videolar davomida biz siz bilan davrlar va guruhlar haqida gaplashdik va guruh nomlarini ham birma-bir ko'rib chiqdik. Ana endi bugun esa mana shu davr va guruhlar necha turga bo'linishi haqida gaplashamiz. Demak, davrlardan boshlaymiz. Davrlar ikki turga bo'linadi: kichik davrlar va katta davrlar. Kichik davrlar bittagina elementlar qatoriga ega bo'ladi. Katta davrlar esa bittadan ko'p. Ya'ni davr sistemaga qaraymiz. Birinchi davr demak kichik davr, chunki unda bittagina qator mavjud. Ikkinchi davr ham kichik davr. To'rtinchi davrdan esa qatorlar soni 1 emas, 2 ta bo'ldi. Bittadan ko'p qator bo'lsa, bu davr katta davr deyiladi. Demak, xulosa qilamiz. Birinchi, ikkinchi va uchinchi davrlar kichik davrlar va 4 dan 7-gacha bo'lgan davrlar esa katta davrlar deyiladi. Ana endi esa guruhlar haqida. Guruhlar ham ikki turga bo'linadi: bosh guruhcha va yonaki guruhcha. Bosh guruhcha davr sistemada A harfi bilan belgilangan, yonaki guruhcha esa B harfi bilan belgilangan. Ana endi keling, davr sistemadagi birinchi guruhni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bor A guruh va B guruh, ya'ni bosh guruh va qo'shimcha guruh. Bosh guruhdagi elementlar bular: vodorod, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, selsiy va fransiy. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu elementlar aynan A harfining tagida, ya'ni ularning bosh guruhga kirishini anglatib turadigan harf tagida joylashgan. Ana endi B guruhdagi elementlar. Bularga kiradi mis, kumush va oltin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, kimyoni o'rganayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.